Ajoyib kishilar hayoti. Aziz Qayyumov, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino. Toshkent, Yosh gvardiya nashriyoti, 1987-yil. Filologiya fanlari doktori Aziz Qayyumov ushbu kitobini O'rta Osiyolik ulug' olimlar Abu Rayhon Beruniy 973-1048-yillar va Abu Ali ibn Sino 980-1038-yil hayoti va ijodiga bag'ishlagan. Kitobda mutafakkir olimlar Beruniy va Ibn Sinoning hayot yo'llari ifodali ravishda bayon etilgan. Asosiy ilmiy asarlarining mazmuni va ahamiyati ko'rsatilgan. Abu Rayhon Beruniy, mehribonlik. Amudaryo to'lqinlari qirg'oqqa kuch bilan uriladi. Ular sohil tuproqlarini yalaydilar, yulg'unlar tomirini yalang'ochlaydilar. Sal turib, zamindan ajralgan daraxt suvga ag'dariladi. Oqim uni olib ketadi. To'lqinlar yana o'z ishida davom etadi. Yana qirg'oqqa yopishadi. Yana yangi nihollar, shoxlar, tomir yoygan ajriqlarni o'z qa'riga tortadi. Bu jarayon yillab davom etadi. Daryo sharqqa surilib boradi. U shaharlarni yutadi, dalalarni toraytiradi. Muttasil o'z yo'nalishini o'zgartira boradi. Daryo to'lqinlarining harakati tarix oqimidek beto'xtov, shafqatsiz va qat'iy. Ammo xalq irodasi, uning yaratuvchilik qudrati ham shunchalar zo'r. U qadimiy Xorazm tuprog'ining har qadamini bog' va bo'ston, ekinzorlarga aylantirgan. Bepoyon savdo yo'llari, muhtasham karvonsaroylar, mustahkam qal'alar, obod shaharlar bino qilgan. Ilm-fan maskanlari yaratgan, ulug' farzandlar tarbiyalab yetishtirgan. Xorazm davlatining poytaxti Kat ana shunday voqealarga shohid. Amudaryo bu shaharga yil sayin hamla qiladi. Goh uning darvozasini olib ketadi, goh sohil bo'ylarini yuvib nuratadi. Lekin odamlar o'z tug'ilib o'sgan joylarini hech qachon tashlab ketmaydilar. Ular daryoga yem ham bo'lmaydilar. Odamlar sharq tomonga sal siljib, yana bir yangi shahar quradilar. Xorazm me'morlari oldingidan ham ulug'vor va ko'rkamroq imoratlar bino etadilar. Katta shaharning iqtisodiy va siyosiy salmog'i, uning fan va madaniyat markazi sifatidagi shuhrati oshsa oshadiki, kamaymaydi. Deydilarki, Kat o'sha davrdagi azim va sharif shahar Buxorodan katta bo'lgan. O'zining donishmand, o'qimishli kishilari bilan Iroqdagi mashhur markazlardan ustun turgan. Agarda Kat shahrining hayotini el ko'pchilik bo'lib yaratgan, buzilganida qayta tiklagan bo'lsa, shu elning shuhratini uning yuksak iste'dodli farzandlari vujudga keltirdilar. Bu shuhratni dunyo va tarixga yoydilar. 10-asrning oxirgi choragi. Katta Xorazm shohlarining afrig'iylar sulolasi hukmronlik qiladi. Hokimiyatda Abu Abdulloh Muhammad ibn Ahmad ibn Iroq barqaror. Podshohning tayanchlaridan biri, uning amakivachchasi, o'z zamonasining taniqli olim va mutafakkirlardan biri Abu Nasr ibn Ali Iroq edi. Abu Nasr ibn Iroqning matematika va astronomiyaga oid asarlari jahon fanida e'tirof topgan. Bahor ertasi, Kat qal'asidagi shohona xonalardan biri. Uy o'rtasidagi xontaxtaga dasturxon tuzalgan. Uning atrofida ikki ulfat shoshilmay nonushta qilib suhbatlashmoqdalar. Ulardan biri 35-40 yoshlar chamasi to'ladan kelgan, nuroniy yuzli, ko'zida ulug' sifatlik va tafakkur nurlari porlagan bir zot. Bu Abu Nasr ibn Iroq. Abu Nasr tuni bilan osmoniy jismlar, ularning harakatlarini kuzatar, kunduzi esa ozgina hordiq chiqarib, so'ngra kechasi yiqqan ma'lumotlarini ishlab chiqar edi.
Uning nonushta payti birdan bir xoli fursat. Olim ertalab o'zining yaqin bir do'sti bilan suhbat qurishni yaxshi ko'rar edi. Xorazmshohga uning donoligi, hushyor va zukkoligi, odob va tavozisi yoqar edi. U nihoyatda kamtarin, beg'araz, o'zining baland darajali do'sti bilan yaqinligini hech qachon pesh qilmaydigan botimiz, xokisor bir kishi. Do'stlarning bugungi suhbatida iste'dod to'g'risida so'z ketdi. Suhbatdoshlarning o'zi puriste'dod kishilar bo'lganidan, ular tabiiy qobiliyatini juda qadrlar edilar. Shoh hazratlari, dedi mehmon qo'lidagi piyolani dasturxon chetiga asta qo'yib. Men Berunda shahar tashqarisida bir o'spirinni uchratdim. Holati g'oyat yupun, ammo tabiatida yuksak qobiliyat durlari pinhondir. Agar siz oliy zotning tavajjuh sho'lasi bu gavharni yoritsa, undan fan olamiga ne charog'onlik, jahl zulmatiga ne aziyat yetmish bo'lar edi. Kimdir u faqir? Nomi Muhammad ibn Ahmad. Yoshi 14-15 larda. Otadan sag'ir qolgan. Onasi ikkalasi yashashadi. Kambag'allik bilan kun o'tkazishadi. Mehmon bu gapni shohga aytmoq uchun anchadan beri fursat tanlar edi. Iste'dod mavzuidagi bugungi suhbat shu niyatning ijrosiga qulay imkon berdi. Bolani ertaga bu yerga keltirsangiz, bajonidil hazratim. Mehmon ertasi kuni ertalab Muhammad ibn Ahmadni Xorazmshoh huzuriga boshlab keldi. Abu Nasr kelganlarni taklif qildi. Shohning do'sti va uning yonidagi yigitcha odob bilan quyida tiz cho'kdilar. Mezbon xontaxtaning yuqori tomonida yumshoq parquga yonboshlab o'ltirar edi. U Muhammadga chuqur nigoh tashladi. Muhammad ibn Ahmad g'oyat ozg'in, chehrasi rangsiz, yuziga temiratki toshib ketgan edi. Uning anchadan beri olinmagan sochlari qulog'i ustiga o'sib tushgan, ular ustidan eski do'ppi bostirib kiyilgan, egnida katta va yuvilib berganidan o'ngib va to'zib ketgan ko'ylak osilib turar edi. Yalang oyog'ida katta eski kovush. U o'ltirgan joyida o'qtin xontaxta ustidagi taomlarga ko'z tashlar, qorni och bo'lsa-da, ulug' odamlar oldida ovqatga qo'l cho'zishdan andisha qilib, jim odob saqlab o'ltirar edi. Husnixatni mashq qilurmisin? Deb suhbat orasida so'radi Abu Nasr Muhammaddan. Mashq qilurmen, dedi yigitcha va yonidagi juzudondan bir qog'oz olib olimga uzatdi. Bu qog'ozga arab tilidagi bir to'rtlik she'r o'rtacha husnixat bilan jali, yirik harflar bilan yozilgan yozuv usulida ko'chirib yozilgan edi. Abu Nasr xatni ko'zdan kechirar ekan, undagi husnixat qoidasi buzilgan joylarga ahamiyat berdi. Ammo umuman yigitning yozuvidan mamnun bo'ldi. Arab tilidagi qaysi old va ort qo'shimchalarini bilursen? Vau, tou, kofu, lomu, vovu, munzu, muz, halo, rubba, hosho, fi, alo, min, an, alo, hatto, ilo deb Muhammad bu qo'shimchalardangina tuzilgan baytni qiroat bilan o'qidi. Abu Nasr yigitchaga astronomiya, geografiya, hikmat, matematikaga oid savollar berdi. Muhammad bu savollarga tez va to'g'ri javoblar qildi. Abu Nasr xursand bo'lib ketdi. U do'stiga qarab Suriya tilida dedi: "Aytganingiz to'g'ri ekan. Bu bolada Alloh baxsh etgan ulkan iste'dod mavjud. Men bu yigitchani o'zim parvarish etib, ilm tahsiliga yo'llayajakman. Agar u tirishib mehnat qilsa, inshaalloh Abu Nasr ibn Iroqning munosib shogirdi bo'lg'usidir." Abu Nasr so'zlarini tugatib Muhammadga qaradi. Muhammadning ko'zida sevinch porlar edi. Tushunibdi gaplarimni. Demak, bu bola Suriya tilini ham bilar ekan deb o'yladi Abu Nasr ibn Iroq. U haq edi. Muhammad ona tili,
Xorazmiy tilidan tashqari yana arab, yunon, Suriya tillari bilan ham tanish edi. Oradan bir necha vaqt o'tdi. Muhammad ustozi Abu Nasr ibn Iroq qo'lida matematika, astronomiya fanlaridan chuqur bilim oldi. Yana u nabotot, botanika, jo'g'rofiya, geografiya, hikmat, fizika, tarix, tilshunoslik, adabiyot, vazn ilmi, falsafa va boshqa ilmlarni o'rgandi. Muhammad ibn Ahmad ilm tahsilida ko'p yutuqlarga erishdi. U o'zining yuksak darajali himoyachisi va ustozi, davlatining soyasida unumli ishlab bir necha yil o'tgach, zamonasining taniqli olimlaridan biri bo'lib yetishdi. Bu yosh olimni endi Abu Rayhon Beruniy deb atay boshladilar. Abu Rayhon so'zi Rayhonning otasi demakdir. Yosh olim bu xushbo'y o'simlikni juda yoqtirar va muttasil qo'lida olib yurar edi. Beruniy esa Kat shahrining tashqarisi Berunga, olimning tug'ilib o'sgan joyiga nisbat edi. Yer yarim kurrasining surati. 988-yil. Janubiy yoz tunlaridan biri. Yulduzlar to'la osmon sirli jimirlaydi. Dala o'rtasidagi balandlikda rasadxona. Uning ikki burchida Abu Nasr ibn Iroq va Abu Rayhon Beruniy osmon jismlarini kuzatish bilan bandlar. Abu Rayhon goho o'z kuzatuvchi asbobidan uzilib, ustoz ishlayotgan yoqqa keladi. Undan bir narsalarni so'raydi. Ustozning aytganlarini tez-tez yozib oladi-da, yana o'z o'rniga qaytib mashg'ulotini davom ettiradi. Abu Rayhon butun vujudi bilan osmon yoritgichlarining o'rinlarini aniqlash, ularning harakatlaridagi qonuniyatlarni o'rganish, osmoniy jismlar hayoti, mohiyatini bilib, undan yer sayyorasining hayoti qonuniyatlarini yechishga intiladi. Abu Rayhon Beruniy hozir mustaqil ilmiy tadqiqotlarga dadil kirishgan. U tunlari bilan osmoniy jismlarga oid kuzatishlar o'tkazadi. So'ng ozgina dam olib, so'ng yana ishga kirishadi. Kunduzi bilan u quyosh harakati, u orqali yer yuzidagi turli holat va ko'rinishlarni tadqiqot etish bilan band. Amudaryoning g'arbiy sohilida Jurjoniya va Kat shaharlari orasida bir qishloq bor. Uning nomi Bushkans. Bu qishloqning boshqa Xorazm qishloqlaridan farqi kam. Atrofi bog'lar va ekinzorlar bilan o'ralgan. Daryodan chig'ir bilan chiqariladigan suv ularni sug'oradi. Kunduzi bilan qishloqda har kim o'z ishi bilan ovora. Dehqonlar dalada, xotinlar yig'lagan bolalarini yupatishga harakat qiladilar. Uy yig'ishtiradilar, o'choqqa o't yoqib, taom hozirlaydilar. Dalaga ovqat eltib, erlarining ishiga qarashadilar. Qo'shga qo'shilgan ho'kizlar esa itoatkorlik bilan horg'in yer haydaydilar. Turmush o'zining beto'xtov oqimida davom etadi. 990-yil yoz paytida shu alfozda hayot kechirayotgan Bushkans qishlog'iga yaqin joydagi tepalikda 16 yoshlar chamasi bir yigit paydo bo'ldi. U o'zining turli-tuman asboblari bilan bu tepalikda ertalabdan kechgacha tinmay o'ralashadi. U goh quyoshga boqadi, goh yerdagi soyalarini o'lchaydi. Uning asboblari ichida bir katta doiraga o'xshash narsa bor. Bu doiraning o'rtasida aylanadigan joy bo'lib, unda 90 gradusli o'lchov aylanmasi joylashgan. 0 daraja o'sha joyning gorizontal holatiga to'g'ri keladi. Beruniyning bir o'lchov asbobi va u orqali quyosh tikligini o'lchash usuli. Bulgakovning Rizn itrudi Beruniy, Beruniyning hayoti va asarlari kitobida mufassal bayon qilingan. Fan 1972-yil 31-32 betlar. Bu yosh tadqiqotchi Abu Rayhon Beruniy edi. O'sha asboblar yordamida Beruniy Xorazmning Bushkans qishlog'ida quyoshning eng tik paytidagi holatini o'lchadi. Eng kichik soyaga asoslanib aniqlangan bu holat 79 gradus 59-45 chiqdi. Eng katta og'ish
23 gradus 35-45. Shularga asoslanib, Boshkanskning o'rnashgan kengligi 41 gradus 36 ekanligini Beruniy hisoblab chiqdi. Bulgakovning xabar berishicha, bu natija hozir qo'llanilmoqda bo'lgan ko'rsatkichlardan faqat 1 gradus 33 farq qiladi xolos. O'sha kitob 32-bet. Yer yuzidagi har bir shahar, qishloq, har bir ko'l va daryoning o'rni bor. Shularni aniqlab chiqilsa, ular o'rtasidagi masofani, uni bosib o'tmoq uchun kerak bo'ladigan vaqtini belgilab olish, ma'lum joyda bir vaqt bo'lganda boshqa joyda qanday vaqt bo'lishini hisoblab chiqish mumkin. Yer kurra shaklida. Undagi o'rinlarni belgilab olmoq uchun ana shunday bir kurra yasash kerak. Abu Rayhon Beruniy bu to'g'rida ko'p bosh qotirdi. U shunday bir kurrani yasamoqchi bo'ldi. Ammo unda mo'ljallangan joylarning hammasini sig'dirish, yer sirtidan barcha mamlakatlarga oid ma'lumotlarni jamlash g'oyat mushkul ish edi. Shuning uchun Beruniy Xorazm, Kat bilan bog'liq joylarnigina bu kurraga tushirmoqchi bo'ldi. Shu borada Beruniy bilan ustoz Abu Nasr ibn Iroq o'rtalarida shunday suhbat bo'lib o'tdi. Yer kurrasining suratini yasamoqqa ko'maklashuvchi qanday kitoblarni mutolaa etdingiz? deb so'radi Beruniydan ustoz. Ptolomiyning Jo'g'rofiya kitobini hamda Jayhoniyning Yo'llar haqida kitobini deb javob berdi Beruniy. Kurrada ko'rsatmoq uchun bu umumiy ma'lumotlar yetarli bo'lmaydi. Xorazm to'g'risida aniq bilimlar darkor. Ayrim joy va shaharlar nomini, ular o'rtasidagi masofalarni shu joylarni kezgan va ko'rgan kishilardan so'rab bilganman. Ularning aytganlarini bir-biriga taqqoslab tekshirib chiqqanman, dedi Beruniy. U har bir sahifasi g'ij-g'ij jadval, raqam va yozuv bilan to'la bir necha daftarlarni ustozga uzatdi. Abu Nasr bu daftarlarni olib, diqqat bilan varaqlab chiqdi, so'ng dedi: Yarim kurra yasalsa kifoya. Unda shu aniq ma'lumotlarni aks ettirish mumkin. Faqat yasaladigan yarim kurraning hajmi kattaroq bo'lsa, joylarni unda belgilash qulayroq bo'ladi. Shu maslahatga binoan Beruniy yarim kurrani asos uzunligi 15 gaz qilib yasadi. Unda barcha bilgan joylari va ular o'rtasidagi masofani belgilab chiqdi. Shunday qilib insoniyat tarixida birinchi bor hozir bizda juda ma'lum va mashhur globus paydo bo'ldi. Bu globusni 10-asrning oxirlarida, anig'i 994-995 yillari Xorazmda 21 yashar olim Abu Rayhon Beruniy yasagan edi. Birinchi muhojirlar. Hayot oqimi to'xtovsiz, ammo bir tekis emas. U daryo suvlaridek goho tinch va viqor bilan oqadi, goho to'lqinlanib atrof borliqqa larza soladi. Ana shunday larza Xorazmda 995-yili sodir bo'ldi. Xorazmlik ikki hukmdor, Kat podshohi Abu Abdulloh Muhammad va Gurganjdagi Amir Ma'mun ibn Muhammad urushqoq qashqirlar singari bir-birlariga tashlandilar. Urush Ma'munning g'alabasi bilan tugallandi. Kat podshohi Abu Abdulloh qatl etildi. Abu Nasr ibn Iroq va Iroqning shogirdi yosh olim Beruniyning boshlariga tahlikali kunlar tushdi. 22 yashar Abu Rayhon Beruniy o'z ilmiy ishlarini to'xtatib, hayotini saqlab qolish maqsadida avval dushmandan berkindi, so'ng panoh izlab Katdan chiqib ketdi. U Eronning Rey shahriga borib istiqomat qila boshladi. Isfahonli bir savdogar tanishi Beruniyni o'z uyida joylashtirgan edi. Beruniyning yana boshqa tanishlari, aka-uka Hasan va Husanlar ham yosh musofir olimga ko'maklashib turdilar. Rey shahri qadimiy Sharqning tanilgan ilmiy markazlaridan biri. O'rta asrning ulug' olimi, tabib va faylasuf Abu Bakr ar-Rozi
865-925-yillar ham shu shaharda yashab ijod etgan. Darbadarlik va sarsonlik qancha og'ir bo'lmasin, turmushning ajoyib yaxshi hadiyalari ham bo'lib turadi. Musofirlikda kulfatlarini yengillashtirgan haligi do'stlarning iltifoti ustiga taqdir Reyda Beruniyga yana bir yoqimli uchrashuv nasib etdi. Bu yosh olimning Abu Mahmud Xo'jandi bilan shaxsiy tanishib muloqot etishi edi. Ustoz Abu Mahmud Xo'jandi ham Beruniy bilan uchrashganidan mamnun bo'ldi. U yosh olimga o'zining rasadxonasini ko'rsatdi. Bu rasadxona Rey shahrining ma'rifatli hokimi Faxruddavla sharafiga uning nomi bilan atalar edi. Chunki Abu Mahmud shu hokimning yordami va quvvatlashi tufayli o'z rasadxonasini bino eta olgan. Abu Mahmud Xo'jandi mehmon Beruniyga rasadxonaning hamma yog'ini ko'rsatdi. Yosh olim ustoz Munajjimning so'zlarini diqqat bilan tinglar, ilmiy kuzatishlar uchun barcha qulayliklarga ega bo'lgan bu dargohga havas bilan boqar edi. Abu Mahmud Xo'jandi o'zi yasagan faxriy sekstanti degan asbobni Beruniyga namoyish qilganida mehmon yana qattiq mutassir bo'ldi. Bu asbob vositasida joy o'rinlarini aniqlash mumkin. Abu Mahmud Xo'jandi o'z sekstanti yordamida Rey shahrining, to'g'rirog'i shu rasadxona o'rnashgan Taborak tog'ining kengligi 35 gradus 34 ekanini aniqlab chiqqan edi. Bu rasadxona unda erishilgan ilmiy natijalar o'sha davrdagi astronomiya fanining yutug'i bo'lgan. Beruniy yoshligida o'ziga chuqur ta'sirot qoldirgan bu ilmiy dargoh to'g'risida keyinchalik alohida bir kitob yozdi. 977-yili Beruniy Reydan Katga qaytishga muyassar bo'ldi. Ona yurt shamoli yuzlarini yoqimli yelpiydi, o'z farzandlarining g'ariblik achchiqlarini kechirgan boshlarini mehr bilan silaydi. Garchi Reydagi do'stlar va hamkasbi olimlar Beruniyga ko'p mehribonliklar ko'rsatgan bo'lsalar-da, o'zga el, o'zga diyor, ona yer tuprog'icha shodlik bera olarmidi? Beruniy ancha xaroblikka yuz tutgan kat ko'chalarida kezar ekan. Uning fikrida shunday xayollar hukmron edi. Olim Amudaryo yoqasiga yetib to'xtadi. Buyuk daryoning salmoqli oqimi tinmay davom etar, narigi sohil g'ira-shira ko'zga tashlanardi. Olislarda sharpasi bir ko'rinib, bir ko'rinmay borayotgan qayiqlarning tarxi sezilardi. Beruniy ona yurt havosidan to'yib nafas oldi. Ulug' nahr, bepoyon dalalar cheksiz osmonga mehr bilan boqdi. Uning ko'ngli yurt sevgisi, ilm ishtiyoqi, ijodkorlik shuuri bilan jo'shqin daryo singari to'lib toshgan edi. Hamkorlik maktublari. Beruniy ilm yo'lidagi hamkorlikni juda qadrlar. Shuning uchun ham o'z davrining taniqli olimlari bilan ilmiy aloqalar o'rnatgan edi. Masofalar miqdori tafakkur shu'lasi qarshisida ojizdir. Kattan Beruniy yozgan maktublar boshqa turli shaharlarga yo'l olar. U maktublarda bayon etilgan ilmiy masalalarga javob va talqinlar uzoq karvon yo'llari osha Katga Beruniyga intilar edilar. Beruniy shunday hamkorlikni o'z zamonasining mashhur matematiki va munajjimi Abul Vafo Muhammad Buzjoniy bilan ham o'rnatgan edi. 997-yili oy tutilishi oldidan har ikkala munajjim xat yozishib, kelishib olishdiki, oy tutilishini Beruniy Xorazmda, Buzjoniy Bag'dodda kuzatdilar. Ular oy tutilishiga oid ko'rinishlarni tadqiq etib, Bag'dod va Katning vaqti o'rtasidagi farqni aniqlaydilar. Bu farq 1 soat bo'lib chiqdi. 15 gradus. Hozirgi soatlarga ko'ra esa 1 soat u 5 minutdir. Bulgakov Жизни труди Beruniy 61-bet. Beruniyning Abu Ali ibn Sino bilan yozishmalari ham shu davrga to'g'ri keladi.